Prezidentimiz farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturning 23-bandiga asosan maktab o'quvchilarini professional ta'lim muassasalariga jalb etish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Joriy yilning 15-apreldan 15-mayga qadar kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'tkazilayotgan kasb va yoshlar mavzusidagi ochiq muloqotlar fikrimiz isboti. Oylik doirasidagi ochiq eshiklar tadbiri Buvayda Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida ham o'tkazildi. Unga tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-11 sinf bitiruvchilari taklif etildi. Bitiruvchilar texnikum faoliyati bilan yaqindan tanishib, bevosita dars jarayonlarini kuzatishdi. Buvayda tumani 15-maktab o'quvchisi Oripov Almardon bugun tibbiyot texnikumiga keldik. O'quvchilar bilan sharoitlarni ko'rdik, yaxshi. Kelajakda shifokor bo'lish niyat tug'ildi menda. Maktabni bitirgach albatta mana shu texnikumda o'qish niyatidaman. Men 15-maktab o'quvchisi Qo'shaq va Qizlarxon bugun sinfdoshlari bilan Buvayda tumanida joylashgan tibbiyot texnikumiga tashrif buyurdik. Bu yerda bo'lajak hamshiralar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdik va bu menga kelajakda o'z kasbimni tanlashimga va unga bo'lgan ishtiyoqimni oshirishga hissa qo'shdi. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rganimizdan so'ng shifokor kasbiga bo'lgan muhabbatim yanada uyg'ondi. Ushbu texnikum 2004-yilda Buvayda tibbiyot kolleji sifatida faoliyat boshlagan. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 16-oktyabrdagi kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tibbiyot texnikumi maqomini oldi. Texnikumda o'z sohasi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan 40 nafardan ortiq pedagoglar faoliyat olib bormoqda. 30 ta o'quv va 26 ta amaliyot, 2 ta simulyatsiya, 1 ta innovatsiya xonalari, 8 mingdan ortiq kitob fondi ega kutubxona va sport zal talabalar ixtiyorida. Bugungi kunda texnikumimizda 5 ta yo'nalish bo'yicha, ya'ni hamshiralik ishi, davolash ishi, funksional diagnostika ishi, tibbiy ijtimoiy ishlar hamda farmatsiya yo'nalishlari bo'yicha malakali ustozlar tomonidan o'quv amaliyot darslari olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda ishlab chiqarish amaliyotlari hamda bitiruv oldi amaliyotlari tashkil etilgan. Amaliyotlarni o'tash uchun tumanimiz hamda qo'shni tumanlarda davolash profilaktika muassasalari hamda xususiy sektorlar, xususiy dorixonalar bilan shartnomalar tuzilib, amaliyotlarni o'tab kelishmoqda. Malakali o'rta tibbiyot xodimlari tayyorlanayotgan texnikum ayni paytda Farg'ona jamoat salomatlik instituti bilan integratsiyalashgan holda faoliyat yuritib kelmoqda. Sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari jalb etilyapti. Shu sohada o'zim mustaqil loyihalar bilan ishlaganman hamda texnikumimiz va rasmiy veb-saytlarini va elektron kutubxonalarni tashkillaganman. Rasmiy veb-saytimiz orqali texnikumimiz faoliyati bilan to'liq tanishib chiqish imkoniyati bor. Elektron kutubxonalarda bo'lsa, o'quvchilarimizga elektron kitoblar joylanib borilgan, ulardan bemalol dars mobaynida ham darsdan tashqari holatda ham foydalanish imkoniyati yaratilgan. Shuningdek, qo'shimcha tarzda texnikumimizda kompyuter texnologiyalari va veb-sayt yaratish qisqa kursi tashkillangan. Kursdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarga zamon talabiga mos holatda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, veb platformalar bilan ishlash, onlayn xizmatlardan foydalana olish imkoniyatlari o'rgatib boriladi. Kurs yakunida o'quvchilar kompyuterdan mustaqil foydalanish, hujjatlar yaratish va tahrirlash, internet bilan ishlash, onlayn xizmatlardan foydalana olish va o'zining shaxsiy portfoliosiga ega bo'ladi. Yana bir muhim jihat, texnikumda xorijiy fanlarni o'qitishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Bu albatta talaba yoshlarning kelgusida xorijga chiqib o'qishlari va faoliyat yuritishlari uchun katta imkoniyat. Bugungi kunda xorijiy tillarni o'rganish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda ekan. Joriy yilda bizning texnikumimizda xorijiy tillarni o'rganish, IT sohasini o'rganish hamda sog'lomlashtiruvchi massaj kurslarini o'rganish bo'yicha qisqa muddatli kurslar tashkil qilingan. Men Hamidov Bahodirjon xorijiy til fani o'qituvchi sifatida bu yoshlarga bilib berib kelmoqdaman. Bu xorijiy til fanini o'rganish nima beradi o'quvchilarga? Demak, kelajakda kasbiy salohiyatini rivojlantirishga, jahon mehnat bozorida ish bilan ta'minlanishga, xorijda ta'lim olishga, xorijiy ta'lim bilim va malakalarini oshirib, o'zimizning yurtimizda munosib kasb egasi bo'lishga juda katta keng imkoniyat ochib beradi. Ochiq eshiklar kuniga tashrif buyurgan o'quvchilar texnikumning 16 va 17 guruh talabalari o'rtasida o'tkazilgan Nightingale izdoshlari ko'rik tanlovini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu jarayon maktab bitiruvchilari uchun o'ziga xos motivatsiya bo'ldi deyish mumkin. Bugungi tadbirimizdan asosiy maqsadimiz shu
11-sinf o'quvchilarini shu texnikumimizga jalb qilish hamda texnikumimizdagi shart-sharoit bilan tanishtirib, hamda ular o'zlariga qiziqqan savollarni berishdi, hamda bizdan yetarli darajada javoblar olishdi. Bizning texnikumimizda asosan 6 ta yo'nalishlar mavjud bo'lib, ulardan jamiki bu yilgi 2025-2026 o'quv yilida 330 nafar qabul rejamiz bor. Davlat granti hamda shartnoma asosida qabul qilinadi. Buvayda Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida o'tkazilgan ochiq eshiklar kuni bitiruvchi yigit-qizlarni kasbiy ta'limga jalb qilish orqali ularning kelajakda tibbiyot sohasiga oid kasblarni mukammal egallab, mustaqil hayotda o'z o'rinlarini topishlariga zamin yaratadi.